Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Qadrdonlar, biz navbatdagi Tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Uchqo'rg'onni Qo'g'ayida, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli ko'rinishda, xudo xolasa Tunikafon xizmatlarimizni yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Qadrdonlar, eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab Tunikafon xizmatini amalga oshirishda davom etmoqdamiz. 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan xarajatlarini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini ovora qilmagan holatda ishlarini qilib bermoqdamiz. Bu xonadonimiz mana bu oynalarimiz qo'yilgan. Bu oynalar отдельный bo'ladi. 250 ming so'm bo'ladi qadrdonlar. Mana bunaqa plafonlar ham отдельный. Uyda egasi xolasi o'zi olib beradi. Xolasi bizga pulini bersa, o'zimiz ham olib kelib beramiz do'stlar. Xo'p, bu joyimizga pianino holatda bo'lgan chekkasiga, o'rtalariga yulduzchalardan foydalanib Tunikafon xizmatlarini qilib berganmiz. Do'stlar, yaqinda videolarni qo'ygandik. Bu joyda shapkalarini ham Tunikafonni qilib berganmiz. Shapkalarni oldin qilgandik. Hozir mana Tunikafonlarni ayvonlari bilan mana bu xorlarni chiroyli qilib xudo xolasa berdik do'stlar. Hamda naryoqda yana bitta shunaqa nimamiz bor, ayvonimiz bor. Xuddi shunaqa bu yerda ham sizlarga ko'rsataman. Xudo xolasa ko'rib o'zinglar Tunikafon qilmoqchi bo'lgan qadrdon tanish bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa vodiy bo'ylab xizmatlarni amalga oshirmoqdamiz. Xo'p, qadrdonlar, bu joyda mana bu eslagan bo'lsanglar, mana bu shapkasini Tunikafonini qilib berganmiz. Endi hozir sizlarga mana bu joydagi ayvonini xudo xolasa ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana qadrdonlar, bemalol ko'rishingiz mumkin. İşlerimiz, Tunikafon ishlarimiz xudo xolasa davom etmoqda. Vodiy bo'ylab Tunikafon xizmatlarini qilishda davom etmoqdamiz. Agar vodiydan bo'lsanglar, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadonlarga mana shunaqa chiroyli Tunikafonlarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Xo'p. Eslatib o'tamiz, joyning kvadratiga emas, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Mana shu fasonlarda joyingizning kvadratidan 2 barobar atrofida Tunikafon ketadi. Masalan, 100 kvadrat joy bo'lsa, 200 kvadrat atrofida hisoblab biz bilan bog'lansanglar, kelishib olishimiz osonroq bo'ladi qadrdonlar. Xo'p, do'stlar, bu mana shapkalarimiz ham pianino bo'lganda, mana moslanib bir-biriga xudo xolasa chiroyli shaklda Tunikafon ishlari bo'ldi. Hammalaringga rahmat deb qolamiz. Like bosib, tanish-bilish Tunikafon qilmoqchi bo'lgan tanish-bilishlarga video jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Hammalaringga rahmat qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.